mana buni qaranglar, mana. Bitta ko'ringlar, qarab turinglar. Xo'p, bu nima? Xo'p, bu kanalizatsiya, masalan. Kichkinagina yer. Bu dokument uchun binosi bor. Svet, suv, gaz, Wi-Fi, telefon, xullas nima bor, imkoniyat hamma. Kichkina yerda shuncha imkoniyatlari bor. Asosiy yo'ldan shunday kirganingizdan chap qo'ldi. Tepalarda stalbi simpim yo'q, mazaq bemalol qurishligi yaxshi. Gaz turbalari o'tgan. Zo'r joyda. Sergeli tumani, Yuqori Darxon mahallasi, Navro'z ko'chasi. Pastda egalarining raqamlarini qoldirib ketamiz. Yer ko'rasizlar 2.6 sotu, 11 metrga 24 metr. 2 ga bo'lib qursanglar ham bo'ladi. Ikkita yoki qarab yoki quruvchilar ham shuni ko'rib qolsa olib qo'yishadi. Aytmoqchi, dokumentlardan umuman muammo yo'q. Ajratib, bu yoq hovlini ajratib qo'yishayotgan, devorlari bilan ajratib qo'yishgan, hammasi joyida bo'lgan yer. Pastdagilarning raqamlarini qoldirib ketaman. Har bir sotugiga 30 ming deyapti. 29,5 mingdan etsam bo'ladimi dedim, aytayaptilar. 29,5 mingdan har bir sotugiga. Yana kelishtirib so'rab ko'rasizlar pastdagi raqamlarga qilib. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.